Ana endi shukrni qilgandan keyin Alloh taolo ne'matni bardavom qiladi. O'zi Qur'onda va'da berib qo'ygan. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qiladigan bo'lsangiz, qasamki, albatta men sizlarga ziyoda qilib beraman. Ana har bir ne'mat, haligi aytganimizdek, ko'z ne'matimi, quloq ne'matimi, sog'liq ne'matimi, oila ne'matimi, tinchlik, omonlik, osoyishtalik ne'matimi, ota-ona ne'matimi, mashina ne'matimi, hovli joy ne'matimi, shukr qilsa ziyoda bo'ladi. Shukr qilmasa nima bo'ladi? Kufrona ne'mat bo'ladi. Kufrona ne'mat bo'lsa nima bo'ladi? Ne'matdan judo bo'ladi. Bu dunyosi oxirati rasvoyi raddi balo bo'ladi. Qur'oni Karimda, shariatda kufrona ne'matga shukr qilmaslik qattiq qoralangan. U ne'matga sazovor bo'lgan taraf yakka shaxsmi yoki butun boshli bir ummatmi? Shukrni o'rniga kufr keltirsa, oqibati yomon bo'lishi qattiq ta'kidlangan.